Yaxşımısızlar? Mən yandım bayan. Şundaq bir hikoyalarning oxirlashishi hamma narsaning oxirlashganligidan derak bermaydi. Ba'zi hikoyalarning oxirlashishi yangi hikoyalarning boshlanishining muqaddimasidir. Nurg'unlagan hikoyalar bir ulug' temadan boshlanadi. U bo'lsa-mu muhabbat. Bu atrofimizda bordek, lekin shunchalik g'oyibona bir narsa. Hammamizni izlashga kuch kiritadi. Mana bu dal mushundoq hikoya. Mana bu bizning bosh personajimiz emas. Mana bu mu emas. Bizning bosh personajimiz mana bu yerda. Uning ismi To'xti. Kichigidan tartib ota-onasining gapidan chiqmaydigan yuvosh bola bo'lib, 29 yoshga kirgan bo'lsa-mu, oralab birlik etib muhabbatlashib boqqan. Tajribasiz yigit. Opsining kelar yilgacha o'ylanmasang bo'lmaydi degan buyrug'i ostida atrofidagilarning to'xtamay o'g'irlashtirgan uchirishlar bilan oltirashlab yurdi. Lekin bu uchirishlarning natijasiga kelsak, o'zinglar ko'ringlar. Ayning tomog'i yesak bilan. Ay To'xti. Uch. Ay To'xti. O, shunda qilma o. Ay To'xti masga qotma. Qonma o. Nerv. Ay bu. Hay kız bil ko'nglimni bersan, ham rostdir so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib chin-dili so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hakim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Sade. O, Ma kız mı? Ketib qoldi. ketadi shu ilm urib qo'ymabdi o'zini. Voy, men ishtim qilmadim. Shu paranglashayotgan yomonlabdi. Ketdi-ku. Ay, ishtim qilmaysan, ishtim qilmaysan. Mushim ket kuzatib olsa. Sen qachon kelding bu yerga? Yana mening satlashganimni ko'ngil kelsa, ha? Degan gapi o satlashganim ko'ngil kelsa deb. Ha? Ko'ngil keldik. Ya To'xti. Og'amaldek ish qildim va bildimas mushtaq qilganligingni. Qilmabsan? Miyaga, miyaga. Ammonlar gapsizlar-ku. Ey. Bu yeni meni og'zini qancha vaqt qochirib qo'ydi deb doğru tikishibsizlar, ha? Aşa qildinglarmi? Nimsachilikka boya haq ko'rsin deydi. Bak eshikdi, olashqida yeringlar qattiq qolmabdi. Sizning o'rningda men bo'lmasam, men ko'tarmaydim. Ras, eshikdi. Puy. Ras. Ben bu 10 minut doğru gittim. Sen 5 minut gittin. 1 minut koymay kız onu yasap koydum. To'xta tura. Sen 10 minut. He? Sen 5 minut. Ma 1 minut unchamsa? Bu uchinchi To'xtining yaqin og'aylari Saloydin, Asad va qatorliqlar. Kim qatorliqlar aka? Ma'qul amsa. Qaytadan bir kelayli. Uning ismi Sodiq. U bir arsistra. Hey. Kim biz arsestralarni buna kimki deydi? Ha? Ey, bizning xizmatimiz var-ku. Nayt ulug'vor xizmat. Biz var-ku, nayt japoliq ishlaymiz. Uqdingmi? Shunda japoliq biz odam qutuldirmiz. Kasal davolaymiz. Uqdingmi? Japoliq ulug' Ish qilib, uni o'sbi Sodiq.
to'xtining oliy maktabdagi birga o'qigan yotoqchi. Bu bolaning shu bir yeri borki, qaranglar mana. Voy xotin. Mamata. Ha. Sata. O'sha og'iylarimni billa shu. Ocho. Hay anladımdı? Şu ağalarımda hammasi hammasini tunaysizmiş Salaydin. To'xti, anaka Asad, shu nachisi bilan billar shu. Bak. Yanga. Ha, men to'xtayman. Xotirjam bo'ling. Vay, hemen Salaydan. Biz bilan billa, ha. Ay canım neymiş kuvvetsiz ki kumaysız olmuş. Xotindan shu. Ya qandasi qizal oldu bu yerda. Asad, maoshing sal qamlashmadimi nima? Ma valoqdek kirib ketgan keyin qara. Butun dunyo jim ketib ketdi. His qilmadingmi? Uning ismi Asad. U bir rassom. Rassom degan kasb intoyim muloyim, noit ig'ir bisiq, to'xtamliq bo'ladi. Hamda bu bola Musray Terkak uning oilasi. Bo'ldi. Demedim. Eshitdim. Artıq chiqarlashma. Mening ismim Asad. Bir rassom. Men to'xti bilan bir uyda ijara turman. Xolos. Aşkisi to'xtining og'inisi. Men shu to'xtining sababli ularga alishib qo'ydim. Ularga alishqim yo'q deyman. Men sanatlam suyman. Boshqa ishni bilsanglar bo'ldi. Ishni bilib qolsanglar bo'ldi. To'g'rimi? Yaxtımdı. Artıq chiqarlashma. Bu bolaning og'zi qattiq bo'lgani bilan ko'nglim qattiq dedim-ku. Bu Salaydin. U Sodiq va To'xtining oliy maktabdagi yotoqtishi. Uning dadasi dangliq korxonchi bo'lib, olamdan o'tish oldida Salaydinga noit ko'p miroslarni qoldirib ketgan. Shuningdan e'tiboran Salaydinmi el orsidagi cho'ng boylarning biri bo'lib qolgan. First blood. Salaydinning dadasi uningga mundoq nasihatlarni qoldirgan. Balam, bu sening jamiyatni putirab turishingning asosi. Puling bo'lmasa hech ishni boshqa ochib qolmaysa. Double kill. Lekin dadasi uningga yana mundoq dedi. Balam, gerçi pul mühim bo'lsa-mu, mehr muhabbet uningdan muhim. Nurg'un narsalarni pul bilan setib olgani bo'lmaydi. Triple kill. Dadasining eng muhim bir ig'iz gapi. Dadasi. Oy dadasi. Salaydin. Ha bu qitimda dag'na so'ylabdi. Aced. Nachar nima ekansa? He, onu deymiz, bunu deymiz. Bir ümit qolmay qapıltib ketkizib etding-ku. Shu menmi uqmadim nimishni xato qilganimni. Sodiq. Sen tunishtirgan qizlar ochiq sal yomonmi? Hey. Sen shu qizlarni ochiq eman deb ko'ryotamsan haqdan gunohni. Men eshitdim. Sizning boyanqi ifodangda ilg'u u qiz balki har qanday bir bo'ldilar. Sen qara. Bunday qizlar bilan bir yerda ko'rishib yurmay, atrofingdan lam mudaram qizil tepa bo'ldi. Voy, meni fuqsizlar, sizlardan boshqa do'stlarim bo'lmasa mening. Uning ustiga nereden izleyme qizlarni? Nerede izleyme? Kız vol tapmakta asan şifa mı bu dünyada? Geldi o bana. Muşunçilik geç.
Bo'ldi qilinglar, bo'ldi. Bu narsalarni men tushunmasam. Meni ham tushunga ozroq ishim bor. Men qachtoyman, ha? Uy ketdi, meni og'ash ketdi. Amin. Hey. Salbi, chaqara qaydiginami oldiraymi? Xotirjam bilan kundu mangman bu yo'lda men. Agar oldimizda mashina to'silmayli qolsa 15 minut boramiz. To'xta. Shu mevzuni birdan yig'sam olmamdi. Xotirjam bilan bu yo'lda men Urumchida qaysi yo'l to'silmaydi? Agar oldimizda biror voqea chiqmagan bo'lsa, Qadrli o'quvchilar, programmamizda davomlashtiramiz. Hozir mundaq bir uchurini topshirib oldik. Ya'ni Soyyo'lik Vanxoy ko'rikining ostida ma'lum bir turba yo'lning yerilib ketishi sababli qurilish ishchilari emishadi bir o'rakni ko'lab qo'yibdi. Shunga shopir do'stlarimizning hozircha shu yo'l bo'laklarini tanlamay boshqa yo'l bo'laklarini tanlab menishini tavsiya qilamiz. To'xta, men shu mevzuni yutib ketayman. Qara. Men Odiljon bak yaxshi riyosatchilik qildi jumam shu. Nima Adiljon? Daniyar ma'vo. Jigdi Adiljon programmasiga. Boshlandimi? Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganinglar Shinjon xalq radio stansiyasi 174 qatnosh san'at radiosidan bevosita anglayotgan yo'llaringizga biz amra programmasi. Anglovchilarimiz hozirdan boshlab bizning programmamizga qatnashsanglar bo'ldi. Qiziq liniyalik telefonlarimiz 0991 250 0330 250 062. Ündidar spimizning nomeri bo'lsa XC 1074 FM. Xo'sh, unda bo'lsa anglovchilarimizning telefonlarini qabul qilgan bo'lsak, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xo'sh, anglovchimiz, qarshilamiz. Men Daniyar akangiz. Daniyar aka qarang. Bunda shu men xatani ketib bormadim ha. Soyyo'lda. Sayyo'lda. Sayyo'lda. Voy bu bir velosiped qarang. O yenimda o'tib ketib bordi. Yenimda men o'tib Nima velosiped? Velosiped. Voy bu bo'lmabdi-ku bu. Soyyo'lda velosiped mansi bo'lmaydiganini uqmamdikina u qarindishimiz. O shu men hayron qoldim. Men qarang bu oydisi bir tuzakraq velosipedmamdi deyman. Mendek bunda bir govdan velosiped soldi. Ne? Qota arshibani aytyapti qarang. Nima? Voy. To'xtang, men oldim ko'tarib ketdi. To'xtang, saltirib Voy, bu. Xo'sh, qadrli anglovchilar, tuvandagi qisqa e'lonlardan keyin programmamizni davomlashtirgan bo'lsak, bo'ladi. Ko'ngilni ko'ngillarga bog'laydi. Shatma choch doktorida. Ko'rkam chochlarni hozirning o'zida eng yangi xabarni topshirib oldik. Ya'ni Soyyo'lda 2 velosiped 120 sur'atda ketib berib deb boyatdan qurilish qilinayotgan shu o'rakka tushib ketibdi. Hozir naq maydon intayin qalaymuqam bo'lib shopir do'stlarniki hozircha shu yerga bormay turishini tavsiya qilamiz. Voy. Bu yo'l xili to'silib qolgan o'xshaydi. Shunga men sizlarga o'zimning xizmatini tanishtirib qo'yay. Men bir milliy korxonaning ishxonasida ishxona xizmat qilaman. Mening xizmatdoshlarim menga bak kuyindi. To'xtamasam qoldi. Ma'qul. 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 Menga rostda bak kuyindi. Mening xizmat besimim boshqalarnikidan xeyli yuqori. Hey, men tunishtirmamsa? Yo'q. To'xta. Ansam sen yana qiz bilan kurashga chiqdi deydi-ku. Qanday oldi? Qanday oldi? Shu yana o'xshash burunqisi. Mening aniq do'stlarim bo'lmamdi. Nima yo'y odamda bir narsadan qiz bilan tunishtirib qo'yim deb menga. Voy, yaxshi shamol deb turibdi-ku. Sen mi mushta deysan-ku? Men uqmasam bu yo'y degan narsani. Niyam deyganlar bu. Mana-ku, bir obdan qiz olib chiqdi. Bo'ldi qilar. Hey, sen bu yerda o'ynamay. Xo'jayin dedi, bugungi bir narsalarni yozib bo'lmasanglar, kecha ishlaysiz deydi juma. Chaqan bo'lsan bu.
To'xta. Bilamsan, bugun mening o'g'limning tug'ilgan kuni. Men bir dada turib, balamning tug'ilgan kuniga borolmayapman. Hem onu soğuğadakmi vaqtim chiqmayotdi. Mushuncha kunlarda men kechda uyga qaytsam, balam uxlab bo'lgan. Atgan ish qilmagandimi? Balam tek o'rnidan turmagan. Men bilaman, men bu xizmatlarni shu balam deb qilyapman. Lekin bir dada balasiga ko'ngil turamasa, bu qanday bo'lgani? Men onu yüzgülenmeyim. Ko'nglimni yerim qilmoqdir. Bu qog'ozni ya bo'lmasa sen mening va sening ishingni men qilib ketay. Bu pansdaq to'y qilmagan tug'u. Keyinotki bu ayrilish ko'rinishi To'xtining ko'nglidagi nurg'un aslimlarni asildib qo'ydi. To'xtining birdan-bir muhabbat aslimisi va cho'nqur yaxshi ko'rgan loyiqi buni tashlab yiroqqa ketgan edi. Kechiring To'xti. Men Amerikaga bormasam bo'lmaydigan qoldi. Siz menadek o'qishim bitmagan, yana 3 yil vaqtim bor. Men o'z orzuyim uchun, o'z kasbim uchun, o'z g'oyam uchun qaytib o'qimasam bo'lmaydi. Şuna məncə münasibətimiz müşahid axır basıqlandiki. Münasib ki deməkçi oğallarımın hamısı müşahidmə işçidə. Mən kətkəndəki yaxşı oxuqsanız, bəlkə məni doğru düşünüb qaçsanız mümkün. Özünüz nasıram. Nima degan sadxat bu? Suyumlik To'xti. Bilmən, mənim bu tanışım sizə nisbətən nəhayət adilsizlik oldu. Lakin mən doğru düşüncənizi unutmayın. Hay xapımsız hatna keyin özünüz oqalalam, sizə oy verib müftəxlərimi yığışdırdım, nə xoşa? Yo'q! Voy, ukam. Ma'mopsizg'a? Tek xizmatlar tugamagan, azroq yozgan narsa bor, yozib yutib mangay deb. Ukam. Xizmat degan cho'qarang. O'lganda tugaydi. O'zingizni asrang, ha? Baldiroq qayting. Ma'qul. Kalımı. Çabuk sen de yine. Çabuk. Hak işlepedim dine yine. Voy, sen ne tugishib ketdi? Ne bo'pti ekan? İlham yok. Ahlet. Kim ilham degan? Gap qilmayman. İlham yok. Men samsog'ash kelgandim rosa.
control its mutation, or it can help her walk again. The virus is kept in check. Angie's infected? Yes. Cellular growth is enough to regenerate. It's not enough to cause further mutation. Assalomu opa. Ha, yaxshi o'zingchi. Ha, ko'rishdim. O qizim yaxshi ko'rdi meni, men yaxshi ko'rdim o qizlarni. Ha, bo'ldi-ku, yaxshi, yomon emas, ha. Xotirjam. Opa, kundalik telefon qilsangmish bir gapni qilamsa, men uqmaysan nimda ansirayotganingni. Xotirjam bo'l. Ma'qul opa. Voy, nimda ishonmaysanmi? Voy, rostmi, hozirmi billa? Opa, biz hozir kino qandiq, kino Take ko'rayotgan. the story. Ha, See shu what it gets put together. Ha, shu qiz bilan birga kino qandiq. ixtiyorni ichib yana bir botulkaga erishing. Opa, men bak odamjoq baqa qilib daxl qilib qo'ydim, ha, xo'sh. Men keyin uray, ha, xo'sh. Keyingi qismdagi ko'rinishlar. To'xta ya. To'xta qilma. Qachon to'xtaydi? To'xtama. To'xtamaydi. Yalnız to'xtama. Girişi daha değilmişsin ha. To'xtamabdi. Action. Anarkışta 3 kısım çıkıp da atkan şu herkesten bu şeyden. Başladık, hazırım. Assalomu alaykum. To'xtama to'xtay filmini ko'rayotgan barcha do'stlar yaxshimisiz? Sizlardan biz mukofot faoliyat ilib bormoqchi. Siz filmni do'stlar chamberga yo'llab, 100 yurak erishganki 12-sida bizning to'xtama to'xtay salonimizga yo'llab, bizniki mukofot faoliyatimizga erishalaysiz. Oldingi 3 do'st bizniki shaxmatchiligimiz alohida ta'minlagan chas ajrash mahsulotlari. Shundaqla ham ro'yab sharifiniki oqsil to'liqlash, kalsiy to'liqlash qatorliq mahsulotlarga erishalaysiz. Albatta, bu faoliyatni biz o'sha yerda bir ilib boramiz. Oldingi 3 do'st bizniki bu mukofotlarimizga erishalaydi. Rahmat sizga. Bana bir